Sirdaryoda qanday sirlar yashirin? Uning kelib chiqish tarixi qanday? Sirdaryo Markaziy Tianshandagi muzliklardan boshlanib, Norin va Qoradaryo qo'shilishidan hosil bo'ladi. U Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston hududlaridan oqib o'tadi. Bu qadimiy daryo tarixda turli nomlar bilan atalgan. Eng qadimgi nomi Silis, Rim tarixchisi Pliniy tomonidan qayd etilgan. Bu nom sir etonimi bilan bog'liq bo'lib, Sirdaryo hududida yashagan qadimgi qabilalarga borib taqaladi. Keyinchalik bu nom fonetik o'zgarishlarga uchragan. Sir, Yaksar, Yaxshar, Sayxun, Gulzarriyun, Inju-o'g'iz kabi ko'rinishlarda ham uchraydi. Yunonlar uni Yaksar, arablar esa Sayxun deb atagan. Turli manbalarda daryoning marvarid, gavhar, oltin bilan bog'liq badiiy talqinlari ham uchraydi. Masalan, Inju-o'g'iz marvarid daryo, Gulzarriyun oltindek go'zal degan ma'nolarni bildiradi. Sirdaryo nomi aslida Sir qabilasining daryosi degan ma'noni ham anglatib, ko'p bosqichli fonetik o'zgarishlar oqibatida sirlarning daryosi Sirdaryo deb atalgan. Bu nom o'zbek toponimiyasi va etimologiyasi hamda tarixining muhim bo'lagidir.